Bahor kelib atrof yashil tusga kirganda qalbimiz darhol go'zal tabiat bag'riga intiladi. Men hozir Oqtosh tog' etaklarida joylashgan, havosi toza va shifobaxsh manzildaman. Aynan shu go'zal maskanda Oqtosh Avenue Resort apartamentlari bunyod etilmoqda va tez orada dam oluvchilar uchun 40 ga yaqin turdagi ko'ngilochar joylar foydalanishga topshiriladi. Majmua hududida 3 ta basseyn, spa markazi, restoranlar, fitness zal, sport va o'yin maydonchalari, bolalar uchun o'yin xonasi, piknik uchun maxsus zonalar, zipline, hattoki havo sharlari ham bo'ladi. Barchasi shunday tashkil etilganki, har qanday yoshdagi va har qanday qiziqishga ega inson bu yerda o'ziga mos mashg'ulotni topa oladi. Oqtosh Avenue Resort bu oilaviy dam olish uchun mo'ljallangan maskan. Buni tan olmasdan ilojingiz yo'q. O'z apartamentingizda ham dam olib, ham tog'ning go'zal manzarasidan bahramand bo'lish naqadar maroqli. Apartamentlar to'liq ta'mirlangan holda topshiriladi. Hozirda esa 36 oygacha foizsiz muddatli to'lov imkoni mavjud. Yil bo'yi qulaylik va tabiat bag'rida dam olishni xohlaysizmi? Unda Oqtosh Avenue Resort aynan siz uchun.